alaykum hurmatli do'stlar. Mana bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizga xush kelibsiz. Mana bu yerda Allohga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev barcha tibbiyot xodimlariga ta'zimdaman desalar, mana bu yerda Sabohat Abdurashidovna ham mana bunday Mehrigiyo Medshifo klinikasini ochib, bu yerda kasallarimizga fizioterapevtik muolajalar, massaj, sharqona tibbiy usullar, zuluklar, hijamalar qo'yib, xalqimizni ana bu iglalechinilar qilib, xalqimizni mana bunday zuluklar qo'yib, iglalechinilar qilib, mana bunday xalqimizga shifo beryaptilar. Allohga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. 10 yillik tajribaga ega. Bu yerga xalq tabobatidan zuluklar, hijamalar, iglalechinilar qilib, xalqimizga beminnat yordam ko'rsatyaptilar. Mehrigiyo shifo klinikamizga xush kelibsizlar. Bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimiz Abu Ali ibn Sinolar yurti. Mana shunday Abu Ali ibn Sino xalq tabobatidan foydalanib, mana bunday sedana, ana bunday o'simliklardan, giyohlardan tayyorlangan tabobat ilmlardan ham foydalanamiz. 300 dan ortiq giyohlardan foydalanib, xalqimizga tabobat ilmini beryapmiz. Kun davomida mana bunday fizioterapevtik lechinilar, hijamalar, zuluklar, igla lechinilar, fizioterapevtik muolajalar, massajlar kun davomida mavjud. Bugun mana bu bolachamizga ortopedik, fizioterapevtik muolajalarimizni 5-kunini yakunladik. 3 oylik chaqaloqlardan 70 yoshgacha bo'lgan bemorlarga muolajalar, klinik xizmatlar ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Haftaning birinchi kun dushanba kunlari hammalaringizga muborak bo'lsin. Kunlaringiz fayzli, omad tilagan holatda klinika bosh rahbari Sabohat Abdurashidovna har doim men sizlarga sog'lik, go'zallik va mehr ulashda hech qachon charchamayman. Kunlaringiz fayzli, omad tilagan holatda bugun qabulimizga internet tarmoqlarida o'zini tabobat yo'nalishi bo'yicha mashhur opamiz Ikrom va Safiya Murodovnani qabulimizga bugun chaqirdik. Marhamat. Safiya Murodovna, sizlar kichkinagina sentrimiz haqida, tabobatga necha yil davomida bizani O'zbekistonimizga qanchalik yordamimiz tegib kelyapti, fidoyi kasbdosh bo'lib qanchalik o'zingizni foydangiz yoshlarga yoki qanchalik darajada foydangiz tekkanligini to'g'ridan-to'g'ri xalqqa ko'rsatib berasiz. Allohga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Men 81-yil Abu Ali ibn Sino nomli meditsina bilim yurtini tugatib, 35 yil Buxoro tuman markaziy shifoxonasida hamshira bo'lib ishladim. 90-yil 13-fevraldan beri O'zbekiston Xalq tabobati qo'mitasi bilan shug'ullanaman. Hozirgi kunda nafaqadaman. Nafaqada bo'lsam ham juda ko'p shifo topgan bemorlarimiz murojaat qilishyapti. Mana shu Sabohat Abdurashidovnaga kelib murojaat qilib, shu tabobatimni o'rganib ildiziga yetkirmoqchiman. Beshikdan qabrgacha ilm izladiydi, xalqimizga foydamiz tegsin degan maqsadda birgalikda hamkorlikda ishlash maqsadida bugun sizning murojaatnomangizga keldim. Rahmat, xush kelibsiz. Hurmatli obunachilarimiz, 35 yillik tajribaga ega bo'lgan hozirgi kunda xalq tabobatini chuqur ildizigacha yana izlanib, o'zlarini yaxshi kasb egasi bo'lib yuqori cho'qqilargacha san'at darajasida tibbiyot tabobatini ko'targan holatda bizning klinikamizga ikki tomonlama shartnoma qilib, shu klinikamizga o'zlarini kichkina korxonalarni birgalikda ikki tomonlama ishlamoqchi biz. Safiya Murodovna internet tarmoqlarida zvezda bo'lgan opamiz, men hozir ta'riflarini eshitdim, to'g'risimi o'sha haqida ma'lumotga ega emasdim. Endi amaliyotlarimizni to'g'ri kuzatamiz. Apiterapiya, tabobatni apiterapiyasi, iglaterapiyasi, reabilitatsiya, hijoma, zuluk terapiyasi bilan birgalikda birinchi yordamni bemalol qila oladi. Bu amaliyotlarimizni kuzatib boring. O'zingiz uchun yaxshi shifo olmoqchi bo'lsangiz, albatta Safiya Murodovna birgalikda bizning klinikamizga murojaat qiling. O'zingizni ehtiyot qiling va bizga obuna bo'ling.